Birodalar, hayotda Alloh taolo kimnidir boy, kimni kambag'al qildi. Kimni quvvatli, kimni quvvatsiz qildi. Kimni xo'jayin, kimni itoatda qildi. Endi biroda haqqini yedi. Quvvatli odam quvvatsizga zulm qildi. Shu bilan dunyo tugadi, ketdimi? Aql qabul qiladimi buni? Buni hisobi bor degan narsa qalbingizga, mo'minning qalbiga taskin beradigan eng katta narsa oxiratga bo'lgan iymoni. Haqqini yeb ketdi. Urdi, sindirdi, bu narsasini tortib oldi, xullas zulm qildi. Bu javob bera olmadi. Ichi yonadi. Mo'min odam nima deydi? Hali qiyomat bor deydi. Xotirjam turadi. Bersiz shu dunyoda olaman og'ayni deydi. Yo aka deydi. Bermasiz qiyomatga qoldi deydi. Deydi, xotirjam ketaveradi. Zo'ra. Shuning uchun mo'min odam insult bo'lmasligi kerak, 3-4 chaqasini yo'qotsa. Insult bo'lmasligi kerak. Chunki kim bor? Addayyan bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo bor. Qanday kun bor? Qiyomat kuni bor.